Uchrashuvdan olgan taassurotim asosan endi davlatimiz rahbari birinchi kun yo birinchi marta rag'batlantirmayaptilar. Chiqqandan beri rag'batlantiryaptilar. Faqat natijaga qarasak, har safar o'sha qarsaklar, har safar shu tabassum, xursandchilik, medalni taqib xursand bo'lib chiqib ketamizda, keyin yo'g'ib ketamiz yana. Bugun majlisda boshda nima dedilar, e'tibor qilgan bo'lsanglar, men majlisga kelib o'tirganda ko'proq quloq solib o'tiraman. O'zi boshdan unda ilgak tashaladi. Men ham qilingan ishlarimni ro'yobga chiqishini xohlayman dedilar. Inson tez unutib qo'yar ekan dedilar. Bu avvalo bizga tarsaki bo'ldi bu narsa. Men o'zimizga tarsaki deb bildim. Unvonni olding, yeding, ichding, o'zingni xursand qilding, xalq ichida bizning nomimiz bilan, biz anaqamiz bilan chiqdingda, unvonni olib. Va lekin narxini oshirish esingdan chiqmadi-yu, davlatda qilinayotgan ishlarini xalqqa yetkazish sizlarning vazifalaringiz edi. Esdan chiqyapti degan SMSni oldim va bu to'g'ri. Bu davlat endi har kuni o'zini o'zi ko'krakka urib maqtamaydi, ish ko'p. Bir to'qa hamdon kerak, ham suv kerak, san'atkordan boshqa ham kasblar ko'p. Xalqning noni bor, doni bor, suvi bor degandek. Bu g'alva bilan yashaydi. Ikkita ishchi ishlatgan odam ichida qancha intriga anaqa bo'ladi. Butun boshliq davlat ishlayapti. Bu yerda muammo ko'p. Va lekin shunga qaramasdan biz rag'batlantiryapti. Biz bilan birga bo'lib qilinayotgan xayrli, go'zal ishlarimizni xalqqa yetkaziladi degan narsa aniq gapirildi. Men o'ylaymanki, buni agar hamma to'g'ri qabul qilib, mana yerda hamma chiqib go'zal gaplarni gapirdi, go'zal she'rlar o'qidi. Va lekin aslında bu go'zal gaplar, bu go'zal she'rlar mana shu prezidentimizning oldida emas, odamni betiga qarab maqtalmaydi, orqasidan maqtaladi. Xalq ichiga chiqib maqtalsa, xalqqa yetkazilsa go'zal bo'ladi. Haqiqatda bu odamning qilgan mehnatlari juda cheksiz, bu odamning qilayotgan ishlari juda go'zal. Jomilarimizga qarang, masjidlarimizga qarang, odamlar bemalol ibodatini qilyapti. Bundan ortiq baxt yo'q, avvalo. Tinchlik, xotirjamlik bor. Undan hech millatchilik degan narsa yo'q xalqimizda. Katta ishlar qilinyapti. Mana shu tarafda gapirish san'atkorning vazifasi deb bilaman. Bu yerda butun madaniyat xodimlarida. Men shunaqa taassurot oldim. Ming bor o'zi. Men haliga hamma medal olganlarga qaramadim. Men bilaman, yarimsi yana yo'g'ib ketadi. Yildan yilga faqat e'tibor qiling. Medal olgan ko'p, maydonda qolgan kam. Maqsad maydonda qolib, ishni davom ettirish. Omad yor bo'lsin hammaga medal olganlar, bundan da ziyodasini olishsin iloyo.